Wakanda ko'zlari. Barchamiz Marveldan bu darajada noaniq. Ammo shu bilan birgalikda barcha voqealarga oydinlik kirituvchi serialni kutmagan edik. Bugungi video davomida serialni to'liq tahlil qilamiz. Video spoilerlarga boy bo'lishi aniq. Agarda Wakanda ko'zlari serialini haligacha ko'rmagan bo'lsangiz, videoni shu joyda to'xtatib, Telegram kanalimizdan tomosha qiling. Keyin bemalol videoni davom ettirishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshladim. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, animatsiya introsi barcha 4 ta qism voqealarning ma'lum bir qismidan tuzilgan va biroz o'zgartirishlar kiritgan. Qisqacha tushuntirish berib o'tsam, Wakanda ichida hiylagarlar bo'lgan va ular orqali vibraniumdan yasalgan ko'plab buyumlar tashqi olamga chiqib ketgan, ya'ni Wakanda tashqarisiga. Birinchi qism voqealari esa bizga aynan shu haqida ma'lumot berish uchun qo'llanilgan va undagi voqealar miloddan avvalgi 1260-yilda Yunonistonda yuz beradi. Wakandada Noni nomli ismli ayolni Sher deb nomlanuvchi hiylagarlardan birini ushlash uchun yonlashadi. U Wakandadan ko'plab qurollarni olib qochgan va o'z armiyasini barpo qilish niyatida. Noni uni to'xtatadi, ammo Wakandadan olib qochilgan barcha qurollar suv tubiga cho'kib ketadi. Noni Sher bilan jang paytida bir ko'zidan ham ayriladi. Bu voqealardan keyin ancha yillardan buyon to'xtatib qo'yilgan Urush itlari nomli jamiyat qayta tiklanadi va Noni ularga boshchilik qiladi. Ular asosan tashqi dunyodagi vibraniumlarni izlash va Wakandaga qaytarish bilan shug'ullanadi. Ikkinchi qism voqealari esa birinchi qism voqealaridan deyarli 30-40 yil o'tib, ya'ni Yunonistondagi Troya urush paytida yuz beradi. Achilles Mirmidonlar qo'shini bilan Troyani egallab olmoqchi bo'ladi. Agar tarixni yaxshi bilsangiz, bu voqea o'tmishda ham real hayotda yuz beradi. Askarlar orasida 9 yildan beri yurgan va Achillesning yaqin birodariga aylanib ulgurgan Memnon, asl ismi Bakay bo'lgan vakandalik ham bor edi. Ular Troyaga tarixlardagidek yog'och ot ichida kirib borishadi. Memnon esa Achillesni qiyin vaziyatda tashlab, vibraniumda yasalgan taqinchoqni olishga boradi. Achilles uning bu ishini xiyonat deb biladi va u Memnon bilan jang qiladi. Memnon Achilles bilan jangda vibraniumda yasalgan qo'lqopdan foydalanadi. Jang oxirida esa Memnon Achillesni o'ldirishga majbur bo'ladi. Wakandaga qaytgach, birinchi qismdagi Noni bilan uchrashadi. U ancha qarib qolgan ekan. Vibraniumda yasalgan taqinchoqni uni qo'liga topshiradi. Uchinchi qism va nihoyat eng spoilerlarga to'la va boshqa qism voqealari bilan aloqasi bor qismga ham yetib keldik. Voqealar 1400-yilda Xitoyda boshlanadi. Basha ismli Wakanda urush iti Xitoydagi vibraniumni olib keltirish kerak edi. U esa ajdarho haykalchasiga til sifatida o'rnatilgan ekan. Tilni sug'urib ola olmagan Basha haykalning bosh qismini olib ketadi. U kelgan uchoqni esa Qoraqoplon filmida ham ko'rganmiz. Haykalchaning bosh qismini Wakanda qarorgohiga olib boradi. Bizga birinchi marta qarorgoh ichkarisini ham ko'rsatishadi. Basha kelgan uchoq ichida Jorani ismli Xitoy jangchisi ham kelgan ekan. U Shao Lao nomli ajdarni yengish orqali uning yuragidagi kuchga ega bo'lib temir mushtga aylangan ekan. Lekin Marvel filmlarida boshqa olimlardagi temir mushtni erkak kishi sifatida ko'rsatishgan. Niqob va libos esa deyarli bir xil. Basha va Jorani jang qilayotganida bizga yer ostida harakatlanayotgan boshqaruvchilarsiz vagonni ko'rsatishadi. Bu ham Qoraqoplon filmida ko'rsatilgan edi va ular jang davomida avvalgi urush itlari keltirgan buyumlar saqlanuvchi xonaga kirib qolishadi. U yer esa belgilarga to'la. Masalan, birinchi qismda Noni foydalangan pichoqi, Sherning niqobi va Noni unga qarshi ishlatgan bilaguzigi, Sherning odamlardan biri kiygan sovut, ikkinchi qismdan esa Memnon keltirgan taqinchoq, yana ko'plab Wakanda nayzalari borligini ko'rishimiz mumkin. Jorani haykalning bosh qismini olib ketish uchun kelgan ekan. Ularning aholisi uchun bu juda qadrli hisoblanar ekan. Haykaldan kuchi yordamida vibraniumda yasalgan tilni sug'urib olib Bashaga beradi. Haykalni esa olib ketadi. 4-qism Qoraqoplon bir filmi bilan juda katta bog'liqlikka ega ekan. 1896-yil Etiopiya urush davri. Safari Wakanda qirollari avlodidan ilmiy tajriba o'rganish maqsadida Kuda ismli tajribali urush itiga qo'shib yuborishgan. Ular Etiopiyadagi boltani qo'lga kiritish uchun borishadi. Bu boltani men ko'rganimdayoq Qoraqoplon filmidagi Killmonger muzeyidan o'g'irlaydigan boltasi deb o'ylagan edim. Keyin bilsam, butun bir qism voqealari shu bolta atrofida qurilgan ekan. Ular boltani Wakandaga olib ketishayotganda ularga kimdir hujum qiladi.
U esa kelajakdan kelgan Wakandaning so'nggi qora qoploni, ya'ni qirolichasi ekan. U Tafari va Kudaga nega bu yerda ekanligini tushuntirdi. Kelajakda yerga Horda ismli o'zga sayyoraliklar hujum qilishgan. Wakandadan tashqari barcha davlatlar birlashib unga qarshi turishgan ekan. Nega Wakanda bunga aralashmadi desangiz, chunki Wakanda boshqa davlatlar muammosiga aralashmas edi. Hordalar oxir-oqibat Wakandaga ham hujum qilishgan va Wakandaliklar ularni yenga olishmagan. Keyin qirolicha o'tmishga qaytib, Wakandani boshqa davlatlarga qo'shishi mumkin bo'lgan narsani izlagan ekan. Bu esa o'sha bolta ekan. Uni kelajakda muzeydan Killmonger topib olishi, Wakandaga shu sababli borib qolishi va T'Challaga jangda mag'lub bo'lishi kerak edi. T'Challa esa Wakandani barcha davlatlar himoyasi uchun ochiq deb e'lon qilishi kerak edi. Xullas, Qora qoplon filmidagi voqealarning sodir bo'lishi yoki bo'lmasligi shu boltaga bog'liq ekan. Lekin buning uchun bolta boyagi urush joyida qolishi kerak va kelajakda muzey odamlari uni topib olishlari kerak edi. Shularni aytgach, qirolicha o'z vaqtiga qaytib ketadi. U yerda esa Wakanda jangchilari Hordalarni o'tmishga o'tkazmaslik uchun kurashayotgan edi. Qora qoplon ham ularga yordam beradi. Tafari va Kuda qirolichaga ishonib boltani joyiga qaytarishadi. Kelajakdagi voqealar esa o'zgaradi. Serial so'ngida esa bizga Killmongerni muzeyda turganini ko'rsatishdi. Yana bir ahamiyat bergan narsam shuki, serial qismlarida Wakanda xuddi filmlardagidek tashqi dunyodan yashirib turuvchi to'siq bilan o'ralmagan. Demak, Wakanda avvaldan to'siq bilan o'rab qo'yilgan emas, balkim filmlardan oldin Shuri buni o'ylab topgandir. Filmlardagi T'Challaning xotini, ya'ni Nakia ham oldin urush iti bo'lgan ekan. Endi sizlarga qiziq savol. 4-qism voqealari 1896-yilda yuz bermoqda. So'nggi Qora qoplon esa 500 yildan keyin Hordalar yerga tashrif buyurishadi dedi. Hozir esa Marvel olamida 2027-yil, ya'ni 369 yildan keyin yerga Hordalar tashrif buyurishi kerak. Nima deb o'ylaysiz? Marvel bizga buni film sifatida ko'rsatadimi yoki yo'q? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Serial IMDb saytida 6.3 va Kinopoisk saytida 5.2 ballarni qo'lga kiritgan. Umumiy fikrlarimga keladigan bo'lsak, serial yaxshi ishlangan. To'g'ri, unda jangari va dramatik sahnalar kam, lekin zerikkaningizda nima ko'rsam ekan deb o'ylayotganingizda ko'rish uchun qisqa va eng yaxshi tanlov bu Wakanda ko'zlari. Mana tahlilni ham yakunlab oldik. Video sizlarga manzur keldi degan umiddaman. Kanalimiz rivoji uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.